Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala ihsani ve şükru lehu ala mannihi ve imtinani. Essalatu vesselamu ala rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi. Allah subhanahu ve ta'alaga maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana shu chaqiriq labbay deb kelgan butun oqsoqol jamoat, imom, mahalla-ko'y qavm qarindoshlar, Alloh taolo solingan dasturxon, qilingan ehson shu nozu ne'matlarni o'zining dargohida qabul qilsin. Elni yurtni guvoh qilib to'y ehson qilinayotgan ekan, ikkala yoshlarga ham Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda barakallohu lakuma va baraka alaykuma jamaa baynakuma fi xayr. Alloh subhanahu va taolo sizlarni yaxshilik bilan jamlasin deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar. O'tirishdi, ehsonni hammamiz o'zimizni suhbatimizni gaplashganimiz ham yaxshi, lekin mayli haqqini ham ado qilib qaytadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Musulmonlar bir joyga jamlansa, mana shu joyda Allohni eslab, payg'ambarni eslab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda kim taom yeydigan bo'lsa, alhamdulillah deb, Xudoga shukr deb ovqat yesa, bir suv choy ichadigan bo'lsa, alhamdulillah, Xudoga shukr deb suv choy ichadigan bo'lsa, shu bandasidan Alloh rozi bo'ldi dedi. Asli insonning qorni ochadi. So'ngra bu inson ovqat yeyish kerak bo'ladi. Shu ovqat yeyish asnosida alhamdulillah deb, bismillah deb boshlab, alhamdulillah deb oxirida yana duo qilib turadigan bo'lsa, yegan ovqatiga ham savob bo'ladi ekan. Asli ovqat bunga quvvat bo'ladi, lekin o'sha ovqat ham bunga nima qiladi? Savob bo'ladi, deyapti. Mana shu ovqat haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrini ya u kishilarni yashab turgan paytdagi holatlarni bir eslasak, biz shu o'sha zamonda podshohlardan ham zo'r dasturxonlarda har kun o'tiramiz ekanda. Ularning davridagi yeyishlik, ichishlik degan narsa hozirgi bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Makka mukarramadagi qiyinchiliklari, 3 yil Sha'b Abi Talib deydi, Abu Talibning o'sha boyagi joylaridagi qamallari, qiyinchiliklari yoki mana Madina Munavvaraga kelgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dasturxoni to'lmagani, qorni to'ymagani. Oysha onamiz aytadi, 3 oylab uyimizda qozon qaynamay qolardi deydi. 3 oy. Hilal, summal hilal deydi. Hilal oy degan. Bitta oyda o'tkazib yuborardik, ikkinchi oyda o'tkazib yuborardik. 3 oyda ichida qozon qaynamardi deydi. Biz hozir 3 kun osh yemasak yo 3 kun issiq ovqat, haligi padriyat 3 kun issiq ovqat yemasak boshimiz aylanib qoladi. Qornimiz ozayib ketadi. Nasriyana buzildi, masjidga ham chiqmay qo'yadi biz odamlar, hech narsa qilmay qo'yadi. Shunga o'rgandik biz. Ya'ni ovqatni kengligiga, rizqni molligiga o'rganib qoldik. Jabir roziyallohu anhu aytadi, bu kishidan o'zi payg'ambarimizning mo'jizalari degan bir nimani ko'rsangiz, hammasi shu Jabir roziyallohu anhudan deyarli. Jabir roziyallohu anhu shu Handak g'azotida deydi, qarasam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda bir qiyinchilik holatda edi ekan. Och, bir kun, 2 kunlab nima ovqat yeyilmagan. Haligi Madinaning atrofiga bir 7,5 kilometr qilib narigi tarafiga Handak kavlashgan. Shunda men uyga kelib ayolimdan so'radim deydi. Uyda nima bor desa, bir rasa arvoq ozib ketgan bir echki bor ekan. Ozgina xamir qiladigan un bor. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qiynalayotganini ko'rib chidamayapman. Shuni imkoniyat bo'lsa dedi, shuni so'yib dedi, kichkina echkini so'ysakda, hali xamirni non qilsak, payg'ambarni chaqirsam necha kishiga yetadi dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va bitta hamda sherigini bir 2-3 ta odam chaqirsangiz yetadi dedi. 3 kishiga yetadigan endi ovqat 4 kishiga yetadigan, hammasi bo'lib. Bu payg'ambarimiz mo'jizalar haqida aytyapmiz. Shunda mayli dedi, o'ziga borib siz sekin quloqga pichirab biz uydagicha ehson nima bor deb ayting, shu sizni mehmon qilamiz deb ayting, men tayyorlab turaman dedi. Jabir roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib quloqiga aytdi, ya Rasululloh dedi, mana qanday kavlayapsiz, qiyinchilik bo'lyapti, qorningiz ochdi. Mana shu uyimizda ozgina ovqat bor dedi. Shu sizni mehmon qilmoqchimiz, ayolim tayyorlab turib shu ovqatni dedi. Nima bor dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Aytdiki bir ma'zun hazil deydi. Juda ozgina echkimiz bor edi dedi. Bu ham rizqning manbai bo'lgan. Shu echkini so'yib dedi, tayyorlab qo'ydim dedi. Xotinim xamir qilib turibdi dedi. Ayolingga ayt, xamirni buzmay tursin dedi. Echkini go'shi qozonga tushgan bo'lsa, solmay tursin dedi. O'zim borib ovqat solaman dedi.
nonni xamirini ham o'zim uzib beraman dedi. Hali bu bizning non yarim soatda pishadi. Xamirdan keyin haligi yasab, u yoq qilib tandurga yopishtirgandan keyin yarim soatda pishadi. Arabning noni o'ta yuqa bo'ladi. Tandurga soladi, oladi. Biz tandurga o'xshamaydi uniki. Tagidan o't yoqib turadi, ustida yalpoq temirga o'xshagan narsasi bo'ladi, yo toshi bo'ladi. Shuni ustiga xamirni tashlablar, yani biz quymoqqa o'xshaydi. Unday aytsak, shu quymoqqa o'xshab solishmali pishib ketaveradi. Qozondagi ovqatni solmasin dedi. Birinchisi xamirni uzib non qilmay tursin, bu ikkinchisi dedi. Bitta ham yordamchi topib tursin dedi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshini ko'tarib, "Ey jamoat, ketdik Jobirning uyiga" deyordi, hamma chaqirdi. 1000 dan oshiq odam. O'ldi dedi. Jabir roziyallohu anhu, endi nima bo'ladi bu yoqda dedi. Bo'larchi bo'ldi dedi. Bir gap bo'lar deb yugurib ketdi, xotiniga xabarda aytgan. Men dedi, siz aytganday qilib payg'ambar chaqirdim dedi. Shunaqa bir kichkina narsamiz bor edi deb chaqirdim. Lekin dedi, butun armiya kelyapti orqamdan dedi. Lashkar, askar, bu armiya qanday kavlayapti? Butun armiya bo'lib kelishyapti orqamizdan dedi. Keyin shu Imom Buxoriy o'zi Jabir roziyallohu anhuning ayoli haqida keltiradi 3-4 ta hadislarda. Bir safar bu Jabir roziyallohu anhuning o'zi birinchi uylangan ayoli, lekin bu ayoli o'zidan katta bo'lgan, turmush ko'rgan ayolga uylangan. Chunki bu Jabir roziyallohu anhu dadasi o'tib ketganda 9 ta qizi qolgan. Nimaga uylandingiz deganda, nimaga ayol kishiga uylandingiz, turmush ko'rgani ayolga uylandingiz deganda, "Ya Rasululloh, 9 ta qizga 10-qizni qo'shib qo'ygim kelmadi" degan. Otam o'tib ketdi, endi bular tarbiya qilgan bir kattaroq xotin kerak deb, singlarimni o'ylab men uylandim degan. Shu ayoli aqlliligi haqida Buxoriyda ikkita hadis bor-da. Jabir qo'yapti roziyallohu anhu. Ayol aytdi, "Nima bo'ldi?" dedi. "Men payg'ambarimiz quloqiga borib aytdim" dedi. "Payg'ambarimiz hammani chaqirdi" dedi. "Faqat sen qozondagi ovqatni solmay turasan ekan, xamirni uzmay turasan ekan." "Ha, hijolat bo'lmang" dedi. "Payg'ambar bekorga bunday qilmayapti. Payg'ambar biladi" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar. Uy juda kichkina. Ovqat qarni, ha mana, sheriklaringiz qarni, ha bu yerda turibdi. Ovqatni men solib beraman dedi. Xamirdan uzib u kishiga uzatadi. Bitta-bittadan shu bizni quymoq singar nonni qiladi-da, pishgan nonni olib payg'ambarimiz qozondan go'shtni olib turib, har nonga o'rab beraveradi. Bittadan ikkitadan uyga kiraversin dedi. U odamlar, sahobalar kiraverdi, nonni uzilaverdi, boshqa qilaverdi. Hammasiga yetib oshdi. Buni atini mo'jiza deydi. Payg'ambarning mo'jizasi, payg'ambarlarning mo'jizalari bo'lgan. Butun hamma payg'ambarda bo'lgan. Ba'zi payg'ambarlarda ko'proq, ba'zilarida ozroq. Hammaga yetdi. Hammaga yetgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir roziyallohu anhuning ayoliga, "Buni dedi, endi mahallaga ham tarqatinglar" dedi. Qiyinchilik, ocharchilik bo'layapti. Mahallaga tarqatinglar, so'ngra o'zingizlar ham yeylar dedi. Shuning uchun haligi ovqat qilayotgan odam oxirida yeydi. Choy turgan odam chaynakdagi, piyoladagi choyni birinchi o'ziga quymaydi. Bizda shunaqa odat bor. Birinchi o'ziga quyib oladi. Zahar bo'lsa ham o'zingga quy degan bir gapni ham aytib qo'yadi o'rtada. Saqiyul qavmi, qavmga suv berayotgan, choy berayotgan, axiruhum shurban degan hadis bor. Mana hozir sahobalar hammasi keldi, ular to'ydi. Endi mahalla ko'yga beringlar dedi-da, undan keyin o'zingizlar yeylar dedi. Mana eshikda sovuqdi kunda bechora povur ovqat shirin qilibdi. Yaxshi ovqat qilib mana oshdim. Maytagini aytyapman men. Shirin ovqat qilibdi, hozir oshni buzing desa, birinchi o'ziga boshda vod solib, qani men jicha oshdan yeb olay, qolganlarga keyin buzib beraman demaydi. Bizda ham shunaqa birinchi nima qiladi? Mehmonga uzatiladi. Jabir roziyallohu anhu aytib guvohlik beraman dedi. Alloh taoloning elchisi payg'ambar, o'zi payg'ambarligini bilar edim. Yana guvohlik beraman. Rasululloh Alloh taoloning haqiqiy elchisi deb o'sha joyda iymonni nima qildi? Yangiladi. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ey iymon keltirganlar, iymon keltiringlar. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, biz mo'jizalar ko'rmay ham iymon keltirganmiz. Lekin bilaylikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'ta ko'p mo'jiza berilgan. O'ta ko'p. Bir ajoyib joyi shuki, hamma payg'ambarlarning mo'jizasi o'sha paytda o'zida ishlab turgan. Musa alayhisalomning asosi bunday tekkizuvdi, tog'dan, toshdan suv chiqardi. Yana bir tekkizuvdi, dengizda ochdi. Yoki tisa oyatinde 9 ta mo'jiza berildi. Isa alayhisalom osmondan dasturxon tushdi. Hamma payg'ambarlarning mo'jizalari bor. Payg'ambarimiz mo'jizasining farqi nimada desa, payg'ambarimizga berilgan mo'jizaning eng kattasi Qur'on hisoblanadi. Bu Qur'on qachon bir to'xtaydi, qachon bir oxiri qayerda degan savol bo'lsa, Qur'on to'xtagan kuni qiyomat bo'ladi. Yer yuzidagi hamma Qur'onlar olib qo'yiladi.
odamlarning qalbidagi Qur'onlar olib qo'yiladi-da, shu to'xtagan kuni qiyomat bo'ladi. Biz mo'jizaman bilan yashayapmiz, hurmatli jamoat. Qur'onning ichida hamma narsa bor. Tarixdagilarning voqealari bor, o'rtamizdagi ahkomlar bor, kelajakdagi odamlarning xabarlari bor. Qanday bo'ladi ertaga, qiyomatda yoki boshqa paytlarda. Nima uchun payg'ambarlarga mo'jiza berildi desa, Alloh taolo ularning payg'ambarligini isbotlab qo'yishlik uchun bergan ekan. Alloh taolo hammalarimizga ham o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham o'zi yaxshi ko'rgan, suygan bandalardan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Yedirgan, ichirgan, to'ydirgan, mo'min musulmonlardan qilib yaratgan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Dasturxon solib bizni chaqirib bu yerga mehmon qilgan sohibi ehsonni egalarini Alloh taolo ehsonlarini qabul qilib jannatda mehmon qilsin. Bizni sug'orib, suv berib, choy bergan insonlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'ldan havzi kavsar ichishligini Alloh taolo nasib qilsin. Akala ta'amakumul abrar wa aftarandakumus soimuna wa sallat alaykumul malaika jazakumullohu khayran kaseeran. Allohumma at'im man at'amana wasqi man saqana bi rahmatika ya arhamar rahimin.